Ushbu hujjatli film Toshkent davlat sharqshunoslik instituti qoshidagi Sobir Rahimov akademik litseyining taqdimotiga bag'ishlanadi. Toshkent davlat sharqshunoslik instituti qoshidagi Sobir Rahimov akademik litseyi 1999-yil avgust oyida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarini tashkil etish va ularning faoliyatini boshqarish to'g'risidagi 77-sonli qaroriga binoan 309-sharq tillari litseyi asosida tashkil etilgan. Sobir Rahimov akademik litseyi direktori Tarix fanlari nomzodi Eshonjonov Baxtiyor Ilhomovich. Akademik litseyda arab, fors, hind, urdu, turk, yapon, xitoy va ingliz tillari chuqur o'rgatiladi. Ta'lim o'zbek va rus tillarida olib boriladi. Akademik litsey faoliyati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta'lim to'g'risidagi qonuni va kadrlar tayyorlash milliy dasturi asosida tashkil etilgan. Akademik litseyning o'quv uslubiy jarayoni. O'quv ishlari bo'yicha direktor muavini To'raxonova Salima Abduqodirovna. Chuqurlashtirilgan fanlar bo'yicha direktor muavini Yusupova Shoista Mirsagatovna. Akademik litseyning quvvati 600 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, bugungi kunda 653 ta talaba tahsil oladi. Umumiy maydoni 16900 kvadrat metr. Litseyda 30 ta fan xonasi, 4 ta kompyuter xonasi, 4 ta lingofon xonasi, 40 o'rinli qiroatxona, 120 o'rinli oshxona, qishki sport zali, yozgi futbol, basketbol maydonlari, bitta yozgi tennis korti va 200 o'rinli majlislar zali mavjud bo'lib, ular talab darajasida jihozlangan. Talabalar ikki yo'nalishda, xorijiy filologiya va aniq fanlar, ya'ni iqtisod yo'nalishlari bo'yicha tahsil oladilar. Akademik litsey asosan sharq tillariga ixtisoslashganligi bois, talabalarning tillarga bo'linish holati quyidagicha. Akademik litseyning 653 nafar talabasiga bugungi kunda 70 ga yaqin ustozlar ta'lim va tarbiya berib kelmoqdalar. O'qituvchilar tarkibiga e'tibor qaratsak, ulardan 45 nafari asosiy va 25 nafarini o'rindosh ustozlar tashkil etadi. Akademik litseyda faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchilarning 6 nafari fan nomzodi, 17 nafari bosh o'qituvchi, 9 nafari yetakchi o'qituvchi, 6 nafari katta o'qituvchi va 32 nafari mutaxassis o'qituvchilardir. Akademik litseyning o'quv uslubiy jarayonida aniq yo'naltirilgan maqsadga erishish uchun 5 ta fan kafedralari tashkil etilgan. Ularda maxsus fanlar bo'yicha yangi o'quv dasturlari, metodik ishlanmalar, ta'lim samaradorligini oshirish maqsadida didaktik qo'llanmalar yaratilib, ular o'quv jarayoniga tatbiq etilmoqda. Oxirgi 4 yil davomida kafedra o'qituvchilari tomonidan sharq tillaridan kitob shaklidagi 4 ta ma'ruza matnlari tayyorlandi. Bundan tashqari fizika, ingliz tili va adabiyot fanlaridan o'quv qo'llanmalari yaratildi. O'quv jarayonining yangi texnologiyalar va texnik jihozlar yordamida olib borilishi litsey o'qituvchilarining birinchi galdagi vazifasi hisoblanadi. Buning uchun litseyning moddiy texnika bazasi barcha kerakli jihozlar bilan yetarli darajada ta'minlangan. Litseyda 6 ta kadaskop, 7 ta multimedia, 21 ta televizor, 10 ta audio-video magnitofonlar va fanlardan 20 ga yaqin slaydlar mavjud bo'lib, bular o'quvchilarning samarali bilim olishlarida keng imkon yaratadi.
Akademik litsey jamoasi respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan Sharq davlatlari elchixonalari bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatganligi bois, shu kunga qadar fors va turk tillari xonalari Eron elchixonasi va Turkiyaning SIKA tashkiloti homiyligida zamon talablari asosida qayta jihozlandi. Turli ta'limiy ko'rsatuvlarni to'g'ridan-to'g'ri ko'rish uchun Eron, Turkiya, Pokiston davlatlari elchixonalari tomonidan 3 ta sun'iy yo'ldosh antennalari o'rnatildi. Bular ta'lim samaradorligini oshiribgina qolmasdan, balki o'quvchilarning mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishlarini ortishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Endilikda Yaponiya, Xitoy va arab davlatlarining elchixonalari bilan hamkorlik shartnomalari imzolanish arafasida turibdi. Til o'rgatishda o'qituvchilarning xorijiy davlatlarda malaka oshirib kelishlari ham o'z samarasini bermoqda. Shu maqsadda hozirga qadar 7 nafar o'qituvchi Eron, Turkiya, Angliya, Amerika Qo'shma Shtatlari kabi davlatlarning nufuzli universitetlarida o'z bilim va ko'nikmalarini boyitib qaytdilar. Akademik litsey O'zbekiston Respublikasining qator universitet va institutlari bilan ilmiy uslubiy hamkorlikni yo'lga qo'ygan. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik qo'lyozmalar instituti, Tarix instituti, Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Toshkent Islom universiteti shular jumlasidandir. Hamkorlik natijasi sifatida litseyda kichik akademiya faoliyat ko'rsatadi va har yili aprel oyida o'quvchilarning ilmiy konferensiyasi o'tkazilib, ularning ilmiy ishlari muhokama etib boriladi. Akademik litseyni bitirgan talabalarga tarjimon, sayohat byurosi xodimi, FM operatori, ish yurituvchi va maktabgacha ta'lim muassasalarida xorijiy til o'rgatuvchi kabi mutaxassislik diplomi beriladi. Akademik litseyni shu kunga qadar 1103 ta o'quvchi bitirib, ulardan qariyb 746 nafari oliy o'quv yurtlarida o'qishni davom ettirmoqdalar. Ayniqsa 3 nafar bitiruvchining Westminster universitetiga grant asosida o'qishga qabul qilinishi quvonarli holdir. Akademik litseyning ma'naviy, ma'rifiy ishlari. Ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor muavini, filologiya fanlari nomzodi Jo'rayeva Nazokat Gulmurodovna. Akademik litseyning ma'naviy va ma'rifiy ishlari juda keng bo'lib, asosiy e'tibor O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va Vazirlar Mahkamasining qarorlari, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazining amaldagi qonunlar bo'yicha me'yoriy hujjatlari ijrosini bajarishga yo'naltirilgan. Yoshlarda xalqimizning boy va ma'naviy merosi, sharqona va umumbashariy qadriyatlar asosida mamlakat, millat kelajagini belgilaydigan ilg'or g'oyalarni, millatlararo do'stlik va hamjihatlikning ahamiyatini, yurtimizda tinchlik va barqarorlikni saqlash, mintaqamizda yashayotgan millatlarning madaniy, ma'rifiy, ma'naviy taraqqiyot ildizlari mushtarak ekanligini targ'ib etish litsey ma'naviy ma'rifiy ishlarining asosini tashkil etadi. Ayniqsa talabalarga diniy ekstremizm va fundamentalizmning asl mohiyatini ochib berishda litseyga mutaxassislarni taklif etib, ular bilan uchrashuvlar va davra suhbatlari olib borilishi ijobiy samara bermoqda. Akademik litsey jamoasining asosiy vazifalaridan biri ham yoshlarni yuksak ma'naviyatli, sog'lom dunyoqarashga ega, siyosiy madaniyati shakllangan, har tomonlama yetuk inson qilib tarbiyalashdir. Bu borada litsey jamoasi o'z oldiga qo'ygan vazifalarni aniq tasdiqlangan reja asosida amalga oshirib kelmoqda. Shu maqsadlarda litseyda O'zbekistonning taniqli yozuvchilari, adiblar, adabiyotshunos olimlar, san'atkorlar, ichki ishlar bo'limi xodimlari, islomshunoslar, shoiralar va jurnalistlar hamda shifokorlar bilan tez-tez uchrashuvlar o'tkazish an'anaga aylangan. Jumladan O'zbekiston qahramoni shoir Erkin Vohidov, O'zbekiston xalq shoiri Normurod Narzullayev, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Zamira Suyunova,
olima Tursunoy Sodiqova, Navoiyshunos olim Abduqodir Hayitmetov, O'zbekiston Qonunchilik palatasi deputatlari Dilorom Toshmuhamedova va Sarvar Abdullayevlar bilan o'tkazilgan uchrashuvlar shular jumlasidandir. Bunday tadbirlarni ommaviy axborot vositalarida muntazam yoritib borilishi ham odatga aylangan. Ulardan tashqari ham qo'shimcha to'garaklar tashkil qilganmiz. Sport to'garaklari, qo'shimcha til o'qitish to'garaklari va ular uchun qo'shimcha chet ellardan o'qituvchilar taklif qilib darslar tashkil qilyapmiz. Litseyda xorijiy filologiya va ana fanlar chuqurlashtirilgan holda talabalarning bo'sh vaqtini to'g'ri tashkil etish, ularni to'garaklarga, teatr va muzeylarga tashrifini uyushtirish guruh rahbarlarining birinchi galdagi vazifasidir. Buning uchun litseyda guruh rahbari monitoringi olib boriladi. Guruh rahbari reytingi uning yillik ish faoliyatiga baho beradi. Yilning eng yaxshi guruh rahbari litsey ma'muriyati tomonidan rag'batlantiriladi. Ta'lim-tarbiya jarayonining yuqori darajada bo'lishida kutubxonaning munosib hissasi bor. Kutubxona fondi yildan yilga sezilarli darajada boyib bormoqda. Akademik litseyda barcha umumta'lim fanlari 15% darsliklar bilan ta'minlangan. Ammo bu yetarli ko'rsatkich emas. Kelgusida darsliklar sonini keskin ko'paytirish litsey rahbariyatining birinchi galdagi vazifasidir. Akademik litseyda ma'rifiy ishlarning samarasini oshirishda Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati, kasaba uyushmasi, xotin-qizlar qo'mitasi, fan va sport to'garaklarining o'rni beqiyosdir. Har yili o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim muassasalari o'rtasida o'tkazib kelinayotgan Barkamol avlod sport musobaqalarida sportning deyarli barcha turlari bo'yicha litsey o'quvchilari ishtirok etib, sovrinli o'rinlarni egallamoqdalar. Xususan, 2003-yilda sportning yengil atletika turi bo'yicha bir nafar o'quvchi respublika bosqichida 2-o'rinni egallagan bo'lsa, 2005-yilda 3 nafar o'quvchi sportning voleybol turi bo'yicha terma jamoa tarkibida respublika bosqichida qatnashdilar. Voyaga yetmagan yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish borasidagi o'tkazilayotgan chora-tadbirlarning samarasi o'laroq 1999-yildan to shu kunga qadar jinoyat sodir etib, ichki ishlar bo'limi ro'yxatida turuvchi o'quvchilar qayd qilinmagan. Bu esa Toshkent shahar akademik litseylari o'rtasidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Akademik litsey O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan Sharq davlatlari elchixonalari va madaniy markazlari bilan muntazam aloqalar o'rnatganligi bois o'tkaziladigan barcha tadbirlarni ular bilan hamkorlikda tashkil etish an'anaga aylangan. Eron Islom Respublikasi elchixonasi bilan Sa'diy Sheroziy tavalludiga hamda Navruz bayramiga, Hindiston elchixonasi bilan Holi milliy bayramiga, Turkiyaning Sika tashkiloti bilan 19-may sport va yoshlik bayramiga bag'ishlangan tadbirlar hamda O'zbekiston Jahon tillari universitetida dars berayotgan amerikalik olimlar bilan birgalikda o'tkazilgan Krismas bayrami shular jumlasidandir. Akademik litsey 1996-yildan beri UNESCO tasarrufidagi birlashgan maktablar o'qitish dasturiga a'zo. Bunga ko'ra o'quvchilar jahondagi qator o'quv dargohlari bilan ma'lum bir loyiha asosida aloqa o'rnatish imkoniyatiga ega bo'ladilar.
O'tgan o'quv yilida litseyning turk tili o'rganuvchi talabalari Turkiyaning Antalya kollejida tahsil olayotgan tengdoshlari bilan o'zaro muloqot o'rnatib, kollej bilan yaqindan tanishdilar. Dunyoga xavf solayotgan AIDS va giyohvandlikka qarshi kurashishga bag'ishlangan tadbirlar ham UNESCOning respublikamizdagi ta'lim dasturi vakillari bilan birgalikda o'tkazib kelinmoqda. 2005-yilda litseyning UNESCO klubi a'zolari AIDSsiz kelajak sari tadbirida o'zlari yaratgan film "Ikki taqdir" filmi bilan qatnashib, eng kuchli guruh sifatida UNESCOning diplomini qo'lga kiritdilar. Akademik litseyning o'quv uslubiy, ma'naviy, ma'rifiy yo'nalishda rejalashtirilgan ishlarning deyarli barchasi amalga oshirib kelinmoqda. Yuqori malakali, chuqur bilimli, ma'naviyati yuksak o'quvchi yoshlarni tarbiyalash litsey jamoasining o'z oldiga qo'ygan asosiy vazifasi ekan. Bu yo'lda ularga ijobiy muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Ssenariy muallifi Nazokat Jo'rayeva, film rejissyori Yorqin Shukurov, tasvirchilar Zafar Anvarov, Akmal Ismoilov, Abdulatif Umaraliyev. Matnlarni Nazokat Jo'rayeva o'qidi. E'tiboringiz uchun rahmat.